Assalomu alaykum ahli guruh, hammalaringizga xayrli kun. Xudo xolasa mana vaza usulida tarbiyalangan shu yilki payvand bo'lgan uzunavimizni oldida turibman. Mana shu yerdan payvand bo'lgan. Mana shu yilki payvand. Xudo xolasa arra 36. Bu nav haqida hozir sizlarga bitta ma'lumot aytmoqchiman. Bu nav o'ta bir ser hosilnam ekan. Mana har bitta chiqargan bachkisida hosil bor. Mana har birida behosil bachkini topish juda qiyin. Mana bu yoqda ham ikkita, mana bu tomonlari ham xuddi shunday. Mana bitta bachkida ikkita, so'ng mana bu yerda ham mana ikkita, mana bu uchinchisi, bu yerda ham xuddi shunday. Har bir bachkida hosili bor. Mana bu tomoni ham xuddi shunday. Har bir bachkida hosili bor. Men nima demoqchiman? Xudo xolasa bu nav, men o'ylaymanki juda bir ser hosil naviga o'xshayapti. Men o'ylayman kelajakda katta bog'lar qilinsa albatta kutilgan natijani beradigan juda bir ser hosil nav bo'ladi deb o'ylayman. Bu R36 navi juda ko'pchilikka ma'lum kishmish nav hisoblanadi. Inshaalloh hali nishona hosillar pishgan payti yana ko'rsatamiz. Hozircha o'sishlari 1 yillik payvand. Mana shu holatda o'sishlari juda ajoyib, sekin emas, juda yaxshi o'sibdi. Xudo xolasa bizani kuzatishni davom etinglar. Inshaalloh biza hali bundan ham zo'r ajoyib videolar qo'yishni davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.